Andijon madaniyat katta magistral yo'li, bu tomon Andijon shaharidan kelish, bu tomon madaniyat tomonga chiqib ketish. O'sha hamma bilgan Urganch mahallasida joylashgan. Arzonroq uy chiqsa ayting degan obunachilarimizga mana Andijon iz bosgan Urganch mahalla fuqarolar yig'inida 6,5 sotik yevro remont yashashga tayyor bo'lgan xonadonimiz sotuvga chiqib qolgan. Ko'rtilar fasadlar juda ham chiroyli qilib qilingan. Kirganimizda bitta moshina chiqargan shunaqa dorixonalarga ega. Travertin qilingan polni. 6,5 sotikdan iborat yevro remont, ichkarilar polni aboy qilingan. Tashqarilar ko'rib turibsizlar. Bu uyimiz ikkita xo'jalikka moslashtirilgan. Bu yerda koridorlarda ikkita xonasi va o'zining sanuzetlari bilan birga, bu tomonda ham bitta oilaga moslashtirilgan. Pastda oshxona va bu tomonda bitta xonalarga ega. Mahalla polni asfaltlashtirilgan, dokumentlarda hech qanday muammolar yo'q. Uyga boshqa joyga ko'chayotganligi uchun, pul zarurligi uchun sotilyapti. Bemalol aloqaga chiqib olsa, pastda nomerlarni yozib qoldiraman. Andijonda uylarga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bundan ham chiroyli uylar hali oldinda.